Va sawwarakum fa ahsana suwarakum. Alloh sizlarga surat berdi va suratinglarni go'zal qildi. Bu insoniyat mu'minni qo'ying, kofir ham tan olar ekan. Mahluqotlar ichida eng go'zal xilqatlik maxluq inson ekanligini. Hattoki farazan agarda inson singari ongli mavjudot bor bo'lgan taqdirda ham koinotda baribir u xunuk bo'lar ekan degan tasavvur insonni fitratida bor ekan, qarang. Bunga bitta dalil. Bugungi kunda ko'p kofirlar, koinot kuzatuvchi astronomlar o'zga sayyoraliklar bor degan bir farazni ular e'tiqod qiladi. Lekin nek ko'z bilan ko'ringki, har qanday o'zga sayyoralikka tasvir berishsin, bir fantaziyasi bilan qanaqa tasvir berishadi? Insondan xunuk maxluq tarzida tasvir berishadi. O'zga sayyoralik hozir bizni mana filmlarda ko'rgan xayolimizda birinchi narsa nima keladi? Bir kallasi oligi oshqovoqdek bir katta maxluq, rangi kaltakesakka o'xshagan bir ko'm-ko'k maxluq va ko'zlari baqa ko'zdek katta-katta bo'lgan bir maxluq, na qoshi bor, na kiprigi bor uni. Ana shunaqangi maxluq xayolimizga keladi. Yoki kimlardir o'zga sayyoralik desa bir hasharotsimon maxluq tasvirlaydi. Ongli mavjudot deb biladi uni o'zga sayyoraliklar bo'lsa. Lekin o'sha ongli mavjudotni ham xunuk tasvirlaydi inson. Yoki bir krokodilni shakliga o'xshagan shunaqangi bir badbashara maxluq qilib tasvirlaydi. Xayoliga qanaqangi bir xunuk tasavvur kelsa, ongli mavjudot deb e'tiqod qilgan o'sha o'zga sayyoralikni ana shu bilan tasvirlaydi inson. Ishonmasangiz xohlagan fantaziyadagi filmlarni ko'ring. Biror bir fantaziya filmlarida o'zga sayyoralikni go'zal maxluq qilib tasvirlamaydi odamlar. Kofirlar ham yani. Yoki bir eshak simon qilib tasvirlaydi ularni, quloqlari katta-katta qilib. Nimaga bunaqa? Chunki Alloh mana bu oyat bilan aytayotgan narsasini sizlarga Alloh tasvir berdi-da, tasvirlarni go'zal qilib qo'ydi deganini suratinglarda. Inson fitratiga o'rnashtirib qo'ygan ekan aslida Alloh. Tabiatdagi eng go'zal maxluqot albatta endi maloikalardan keyin biz yer yuzida yoki inson ko'ziga ko'rinadigan maxluqotlarni nazarda tutyapmiz. Eng go'zali inson. Ongli mavjudotlar bo'lishi mumkindir haqiqatdan ham. Bor ham, masalan, jin. Lekin jinlar xunuk maxluqot. Shuning uchun ham shaytonning rasmini chizsa inson xayoliga kelgan eng xunuk narsani chizadi. Shayton ongli mavjudot. Demak, shuncha narsalar ichidan va ongli bo'lgan mavjudotlar ichidan ham insonni o'zini e'tirofi bilan ham, fantaziyasi bilan ham Alloh tan oldirib qo'yaptiki insonga boshqacha Alloh go'zallik bergan. Bu ham bir Allohga dalolat qiladigan alomat, kod ya'ni. Va sawwarakum fa ahsana suwarakum. Sizlarga Alloh surat berdi. Suratinglarni ham shunchaki surat emas, go'zal qilib berdi. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim dedi Alloh. Insonni eng go'zal taqvim bilan, ya'ni o'lchov bilan, kesim bilan yaratdik. Ya'ni uni eng chiroyli unga andaza berdik degani. Ya'ni bugungi kunda masalan narsalarni hamma narsasi ishlab chiqarilgandan keyin oxiri unga dizaynerlar ishlaydi uning ustida. Unga chiroy beradi, ya'ni ko'rinish beradi. Alloh ana shuni aytayapti. Eng go'zal ko'rinishni insonga berdik biz degan. Tabiatda insonga eng o'xshash maxluq maymun. Va qarasangiz, lekin o'sha maymonda ham insondek a'zolar bor. Lekin insonnikida chiroyli emas. Maymonda quloq bor, insonda quloq bo'lganidek, lekin shalpon quloq. Demak, shalpon quloq bilan bo'lsa ham yashasa bo'lar ekanmi? Maymundek bo'lib hech odam o'lib qolmas ekan, yashar ekan, maymun yashayapti mana shalpon quloq bilan. Yoki maymunning labini qarang, 4 ta yegan lab. O'sha lab bilan yashasa bo'lar ekanmi? Yashasa bo'lar ekan. Alloh insonga mana shunaqangi 4 ta yegan lab berib qo'ysa bo'lardi, maymunning labidek qilib. Yoki tumshug'i chiqqan bo'lib. O'lmasdi inson, yashardi. Yoki uni ko'zlarini qarang, yumaloq ko'zlari. Insonga o'xshagan oxi ko'zlik, chiroyli, bunaqangi yoki qoshli, kiprikli emas. Yoki uni ustidagi junlarini qarang, uni oyoqlarining shaklini qarang, bukchayib yurishligini qarang maymunning. Qo'lini uzunligini qarang. Tabiatda insonga eng o'xshash maxluq maymun, insonga bitta dalolatki aslida Alloh xohlasa seni ham
O'lmasding, ana shunday qilib qo'yar edi. Maymundagi quloq, maymundagi og'iz, lab, maymundagi ko'z, maymundagi qo'l oyoqlar. Yasharding, o'lmasdik, yashardik haqiqatdan. Lekin Alloh unday qilmadi. Chunki qanday yashardik axir? Odam hozir ozroq bir a'zosi xunuk bo'lsa, odamning yuziga qaragisi kelmaydi yoki er-xotin bo'lsa bir-biriga tabi tortmaydi. Qanday yashardi inson? Yashardi to'g'ri, lekin qiynalib yashardi. Alloh shunday qilmadi. Endi shuncha Allohning ne'mati, go'zal tasvirdan keyin kelib inson men maymundan paydo bo'lganman deb tursa, bu qanaqangi nonko'rlik? Maymundan paydo bo'lgan. Nimaga unda qolgan maymunlar shunday insonga o'xshab chiroyli shaklga kirib ketmadi? Sivilizatsiya bor, biz inkor qilmaymiz, yoki evolyutsiya bor. Inkor qilmaymiz. Mahluqlar shakllanishligi buni shariatda ham masx deyiladi. Bir narsa boshqa narsaga aylanib ketishligi bor. Bu bor narsa. Lekin insonni Alloh xos unga surat berdik biz deyapti. Xunuk a'zolar shaklida uni yaratib qo'ysa bo'lar edi. Shunga qaramasdan inson kelib endi o'zini eng shunaqangi bir mahluqlardan xunuk bir mahluq maymunga o'xshatib tursa, men maymundan paydo bo'lganman. Haqiqiy nonko'rlik. Bugun odamzod insonni a'zolarini vazifasini bajaradigan texnologiyalarni yasayapti. Lekin qarasangiz unga ana shunaqa shakl bermaydi. Misol uchun qo'limizdagi telefonda insonni qulog'ini vazifasini bajaradigan apparaturasi bormi? Bor. Mikrofoni bor. Lekin nima edi u qarang? Insonning qulog'idagi chiroyli shakl berilganmi telefon mikrofoniga? Yo'q, bor yo'q bir teshikcha. Endi tasavvur qiling, Alloh insonni ham shunday qilib qo'ysa, inson yashardi. Qulog'imiz yo'q bo'lsa-da, bitta teshikcha bo'lsa o'rnida. Odam shunday qilyapti-ku mana. Yasayotgan telefoniga. Insonga o'xshab chiroyli quloq shaklini berganligi yo'q uni mikrofoniga. Bitta teshikcha bor faqatgina. Shunday qilmadi-ku Alloh, chiroyli qilib shakl berib qo'ydi quloqqa. Yoki telefonda insonning og'zini vazifasini bajaradigan apparat bormi? Bor. Kalonkalari bor mana. Ovoz chiqaradigan, og'iz vazifasini bajaradigan. Uni shu inson yasaganda insonni labidek qilib chiroy berganmi? Kalonkalarga. Bu ham bitta teshikcha qarasangiz, hech qanaqa chiroy bermagan inson. Alloh ham bizni shunday qilib qo'ysa bo'larmikan? Labimiz yo'q bo'lsa-da, unda bitta teshikcha bo'lsa, shundan ovoz chiqadi desa. Qanaqa odam xunuk suratga kelib qolardi. Inson o'zi shunday qilyapti-ki, yasayotgan narsalariga. Lekin Alloh qilmadi. Yoki ko'zni qarang. Telefonlarda yoki boshqa apparaturalarda ko'z vazifasini bajaradigan apparat bormi? Bor, kameralar. Uni inson nima qilib shakl bergan? Dumdumaloq bir shishacha turadi qarasangiz. Ochilmaydi ham, yopilmaydi ham, bir xil turadi doimo. Shishacha dumaloq. Insonni ham ko'zini Alloh yumaloq qilib qo'ysa bo'lardi shunday ikkita dumdumaloq ko'z qilib. Yo'q, unday qilmadi, shakl berdi, uni uzun shakl berdi, oq qilib qorasi, ustiga kipriklar, qoshlar, qovoqlar ochiladi, yopiladi, tozalab turadi ko'zni ustini. Bundan boshqa har qanday a'zolarni sanasiz, inson robot yasaydi mana qarang. Robotga qarasangiz, ko'p yasalanayotgan robotlarga hozirgi kunda uni ichidagi sxemasi ko'rinmay yotadi miyasidan. Insonning miyasi ko'rinmayotganligi yo'q, ustiga chiroyli qilib terilar, sochlar qoplab qo'ygan Alloh taolo. Ichidan simlari ko'rinmay yotadi qarasangiz, har qanday texnologiyani apparaturlarni. Buni misoli ko'p. Alloh butun mahluqotlar ichidan insonni ana shunday mukarram qilib unga surat berdi va suratinglarni go'zal qildi. Har qanday go'zal bichim bilan ishlangan narsani ko'rsa inson bugungi kunda shuni dizayneri kim ekan deydi, to'g'rimi? O'zi shunday bo'lgan desa kim buni tan oladi? Birdaniga o'sha ishlab chiqarilgan narsani kitobini o'qiydi, kim qaysi kompaniya ishlab chiqargan ekan, kim bunga dizaynerlik qilgan ekan. Topadi, qarasa yozilingan bo'ladi, palon joyda ishlab chiqarilgan. Inson endi o'ziga savol bermaydimi? Insonni shunaqangi andazasini kim bichgan? Zalikumullohu robbukum dedi-ku Alloh. Ana shu narsalaringni qilib bergan zot, u sizlarning Robbalaring Alloh. Va sawwarakum fa ahsana suwarakum. Ana shunday qilib Alloh sizlarga surat berdi, suratinglarni go'zal qildi. Shunday mahluqotlar bor tabiatda, ularga qarab bechoralar qanday yotadi, qanday turadi, qanday qo'shiladi u er-xotin bir-biri bilan deb ajablanasiz. Masalan, tipratikon qarang. Usti to'la tikon. Odamzod hozir bir joydan yara chiqsa yota olmaydi, yotsa tura olmaydi, tursa o'tira olmaydi. Bu tipratikonga ajablanasiz, bu bechora qanaqa qilib yotadi? Hamma yo'q tikon uni. Jayrani olib qarang. Hamma yog'i tikon. Qanaqa qilib yotadi u?
u bechora qanaqa qilib bolalarini bir erkalatadi? Qanaqa qilib? Yoki u qanday qilib er xotin, erkak ayol qo'shiladi ular? To'g'ri iplashyapti, lekin qiyin hayot. Toshbaqani ahvolini qarang. Ustiga tosh ortib qo'yilgan. Yurishni qiyinligini, yotsa bir xil yotish kerak doimo. To'ntarila olmaydi, yonboshla olmaydi. O'tirish yo'q, turish yo'q, faqat sudraladi. İnsonni Alloh shunday qilmadi mana. Unga surat berdi, shakl berdi Alloh.